Greenleaf korporatsiyasining germanskiy Nilich brendi ostida ishlab chiqarilgan DH dengiz o'simligi yog'li yumshoq konfetchalar. Ushbu konfetchalarimizning asosiy tarkibi DH dengiz o'simligi yog'i hamda Gretsiya yong'og'i yog'idan iborat. DH bu dokozageksain kislotasi bo'lib, bu omega 3 yog' kislotalarining muhim turi bo'lib, ayniqsa miya va ko'zlar uchun juda foydali. Bolalar uchun foydasi miya rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, xotirani kuchaytirishga yordam beradi, diqqatni jamlashni yaxshilaydi, ko'rish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Kattalar uchun esa foydasi asab tizimini tinchlantirishga yordam beradi, xotira va fikrlash faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, yurak faoliyatiga foydali, ko'z charchashini kamaytirishga yordam beradi. Undan tarkibidagi dengiz o'simliklarining qalqonsimon bezga ham foydasi bor. Dengiz o'simliklarida yod ko'p bo'ladi. Yod qalqonsimon bez gormonlarini ishlab chiqarish uchun zarur. Agar organizmda yodga yetishmasa, qalqonsimon bez kattalashishi yoki sust ishlashi mumkin. Foydali tomonlari qalqonsimon bez faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, modda almashinuvini yaxshilashga yordam beradi, energiya va umumiy holatni yaxshilashi mumkin. Undan tashqari tarkibidagi Gretsiya yong'og'i yog'i ham bosh miya faoliyatini yaxshi ishlashiga juda ham yordam beradi. Kuniga bitta kapsula ovqat bilan yoki ovqatdan keyin ichish yetarli.